Xalqaro kechirim tashkiloti 20-sentabr kuni o'zining tor betida Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Uyg'urlar haqidagi doklatiga inkas bildirib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashi o'zining yillardan buyongi harakatsizligiga xotima berib, mustaqil tekshirish mexanizmini ishga solib, Xitoyning Uyg'ur rayonida yurgizayotgan qabih jinoyatlarni xalqaro qonunga asosan tekshirib aniqlash kerak degan. Bu inkasnomada ko'rsatilishicha, Xalqaro kechirim tashkiloti 2020-yilning oxiridan 2021-yilning oxirigacha O'rta Osiyo va Turkiyadagi ko'plagan Uyg'urlarni ziyorat qilib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatlari haqida isbot to'plagan. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 20-sentabr Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 77. navbatlik umumiy yig'inida so'z qildi. O so'zida Uyg'urlarni tilga elib, Xitoyning zimin butunligiga, bir Xitoy siyosatiga va egilik huquqiga qat'iy zarar yetkazmagan asosda musulmon Uyg'ur turklarining tub huquqlari va erkinligining qo'g'dilishiga sezgir qaraymiz dedi. Ukraynaning sharqidagi Rossiyani qo'llaydigan bölgünchilarning kontrolligidagi Xersonda bölgünchilar Rossiyaga qo'shilish uchun referendum o'tkazilganligi e'lon qilindi. Donetsk, Luhansk va Xersondagi umumiy xalq orasida ovozga qo'yish vaqti 23-27 sentabr kunlari deb e'lon qilindi. Umumiy xalq orasida ovozga qo'yish qarori xalqaroning noroziligiga uchradi. Türkiye Milletçi Hareket Partisining raisi Davlat Bag'chili Qaysariyada o'tkazilgan yig'indan keyin berilgan kechlik ziyofatda Hör Sharqi Turkiston jamiyati nomli tashkilotning hay'atini qabul qilgan. Hör Sharqi Turkiston jamiyatining raisi Sadulla Doğuturk o'zlarining Bag'chiliga Sharqi Turkistondagi eng yangi vaziyat haqida ma'lumot berganligini aytdi. Uchrashishda Bag'chilarga ko'k bayroq bosh tema qilingan Sharqi Turkiston xaritasi taqdim qilingan. Bag'chilar yaqinqi yillarda Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilish bilan ayblanib kelmoqda. Yakshanba kuni attigandan boshlab Nanmadul tayfun bo'rini Yaponiyada o'zini ko'rsatishga boshlagan bo'lib, nurg'un qitim tuproq serilib tushish va kalkun ofati yuz bergan. İzdash va qutqizish guruhi qora bo'ronda hozirgacha 2 odamning qazo qilganligini va 90 kishining yaralanganligini e'lon qildi.